Xitoy yana bir Uyg'ur savdogarni qiyin qisloqda shahid qildi. Turkiston vaqti to'g'rining xabar qilishicha, Qashqar viloyatining Yangisor noyisida o'ltirishliq savdogar Mehmet Tursun hojimning o'tmishda hajiga borganligi bahonasi bilan 2016-yil 12 oyda tutqun qilingan. 2018-yil 5 oyda yangi qurilgan bir jazo lageriga qamalganligi va bu yerda qiyin qisloqda o'ldirilganligi, jasadining oilasiga berilmaganligi o'tirg'i chiqdi. Mehmet Tursun hojimning Urumchi qatorliq shaharlarda suma ishlab chiqarish zavodi borligi ma'lum. Sharqi Turkistonni tunishtirish rasm va madaniyat ko'rgazmasi 6-kunida muvaffaqiyatli oxirlashdi. Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon yepilish marosimida so'z qilib, Istanbul valiyligiga, amonlik kuchlariga va ajr qilgan hammalarga minnatdorligini va rahmatini bildirdi. Shuning bilan birga Gaziantep Universiteti Xalq bilimlari uyushmasi tarafidan o'tkazilgan Sharqi Turkiston til, madaniyat, san'at va adabiyot muhokama yig'inida Uyg'urlar duch kelayotgan qiyinchiliklar tanishtirildi. Qozog'iston hukumatı Xitoyning Sharqi Turkistondagi atalmış qayta tarbiyalash lagerlarini qo'llaydigan ma'noda bayonot e'lon qildi. Sharqi Turkistonda Uyg'ur va qozoqlarning xohlagancha tutqun qilinayotganligi, ularning orasida Qozog'iston tavalligiga o'tib bo'lgan qozoqlarning borligi hammaga ochiq bo'lgan bir vaqtda, Qozog'iston hukumatı bu haqda g'alati bir bayonot e'lon qildi. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Sharqi Turkistondagi qozoqlar masalasining Xitoyning ichki ish ekanligini, Xitoyning terrorlikka qarshi kurashini qo'llaydiganligini va bu temaning amdi to'xtashi kerakligini aytdi. Yaponiyada uchib 30 minutdan keyin Tinch okean tavalligida g'oyib bo'lgan F-35 aeroplanining qoldiqlari topildi. Amerikadan 1 yil burun setib olgan bu aeroplanning tushib ketish sababi aniqlanmagan bo'lib, uchquchimi g'oyib bo'lgan. Yaponiya havo armiyasi 12 tane F-35 ning uchishini vaqtliq to'xtatdi. Uchquchining g'oyib bo'lishidan ilgari signal avatganligi ma'lum. Olimlar tunji qatim bir qorong'u o'nkirning rasmini bevosita tortishga muvaffaq bo'ldi. Messer 87 nomli galaksiyaning markazidagi qora o'nkirning rasmi e'lon qilindi. Bu qorong'u o'nkir taxminan 40 milliard kilometr, ya'ni yer sharining 3 hassasi kenglikda va 53 million yorug'liq yili uzoqlikda bo'lib, massasi Quyosh massasining 6,15 hassasiga to'g'ri keldi. Rasmda buyuk massiv qora o'nkirning tortish doirasiga kirgan nurlarni ko'rishga bo'ldi. Bu rasm ilm-fan tarixidagi tunji qorong'u o'nkir rasmi bo'lib qoldi. Dünya Uyg'ur qurultiyi hay'ati Amerika Tashqi ishlar ministrligida yig'inga qatnashdi. 9 aprel seshanba kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligida Trump hukumatining diniy erkinlik elchisi Sam Brownback boshchiligida ochilgan va xalqaroliq vakillar qatnashgan yig'inda so'z qilgan Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa va hamkorligidagi hay'at Sharqi Turkistondagi zulmlarni tunishtirdi.